Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, harmanglar. Bugun bir savdo sotiqdan bir ertaroq yig'ishtirib, bolaga kelib o'tirgan yana. Do'stlar, bu bolaga qiziqadiganlar bo'lsa, oralaringizdan nishat tutsak bo'ladigan bu har xil chiyana atashimiz, xamir atashimiz. Natija bo'lmaydi turibdi-ku. Bolaga qiziqadiganlaringiz bo'lsa, bu kommentariya yozinglar. Ya nerelere borish kerak 4 yildami? Nerelere borsa yaxshi keladigan. Balıkçı ko'p, balık yok. Короче, balıkçı ko'plar yana. Bundan hem yerde balıkçı. Lakin balık yok. Sonra o'zlaringiz yozib qolinglar qani. Kelganimizda bir 2 saatdan o'tdi o'xshaydi. Her bir çavakam tutmak dikir yedi çiyantasızan gemiydi. 20 minutla ham kutib ko'rdik. Xamir tasasang shu shiqirdatib chavoqlayib ketibdi. Chersak afzalroq bo'ladigan. Yozib qo'yinglar shuni. Şimdi balığa ona sirlari bo'lsa, nalari bo'lsa yozinglar, bizlar ham bir o'rganaylik. Bizlar toza o'rgandik. Like bosib, abone bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda görüşünce. Ya tutsam taşıyamam ona videosunu.